Bu odam hozirgina butun Gollivud tarixini o'zgartirdi. Videoni oxirigacha ko'ring, hozir aytib beraman. Kristofer Nolan hayotidagi eng katta filmni yaratmoqchi. Oppenheimer, Interstellar, Dark Knight, Inception, Prestige kabi shunaqa katta filmlarni yaratgan inson yana qanaqa film qila oladi deb o'ylaysizmi? Mana endi u o'zini eng yangi filmi Odyssey ustida ishlayapti. Asosiy rollarda esa Matt Damon, Robert Pattinson, Tom Holland, Zendaya, Jon Bernthal va Benny Safdie. Bu odam shunchalik o'z ishini ustasiki, bilasizmi nima dedi? Premyeraga hali 1 yil bor, lekin men chipta sotishni hozirdan boshlayman. Natijada esa barcha chiptalar bir kunda sotilib ketdi. Hozir ularni $300 dan $600 bemalol sotishyapti va film chiqishi yaqinlashgan sari bundan ham qimmatroq narxga sotiladi. Aytgancha, shotgacha eshitayotgan bo'lsangiz, albatta menga obuna bo'ling. Men bu yerda shaxsiy brend va ijtimoiy tarmoqlarda tez o'sish bo'yicha eng yangi bilimlar bilan bo'lishaman. Xo'sh, odamlarni film chiqishidan 1 yil oldin chipta sotib olishga nima majbur qilyapti? Chunki bu chiptalar IMAX 70 mm formatidagi maxsus namoyish uchun. Bu insonlarga butunlay boshqacha tomosha tajribasini beradi. Bu Nolan o'z filmini ko'rishni istagan butunlay boshqacha va yagona format. Xullas, agar bu rejissyorning chiptalari Taylor Swiftning konsertlaridan ham ko'ra tezroq sotilayotgan bo'lsa, bitta gap aytish mumkin. Bu Gollivud tarixidagi navbatdagi burilish nuqtasi bo'ladi.